Quyida aytiladigan hikoya Toshkentdagi Chorsuv bozorida kitob do'konida ishlaydigan yaqin bir do'stimiz tomonidan hikoya qilingan. Keling, voqeani uning o'zidan eshitamiz. Bu voqea sodir bo'lgandan keyin bu haqda yozmoqchi ham bo'ldim-u, lekin bu fikrimdan qaytgan edim. Ammo yaqinlarim tinimsiz so'rayverganliklari bois ismimni sir tutgan holda yozib berishga rozi bo'ldim. Bozorda bir birodarim bilan kichikgina kitob do'koncha ochganmiz. 2021-yil mart oylarining boshlarida do'konda sherigim bilan soat taxminan kunduzgi 4larda suhbatlashib o'tirgan edik. Do'kon oldidan o'tayotgan odamlar orasida 2 kishi o'tib ketayotib, to'satdan biri to'xtab, do'kon ichiga, so'ngra esa menga va sherigimga qarab yonimizga keldi. Yoshlari taxminan 50-60 yosh orasidagi bu kishi "Bu yerda falonchi kim?" deya meni ismimni aytdi. Men dedim. "U kishi isming shundaymi?" deb yana so'radi. Men "Ha, menman" dedim. Shunda u kishi menga qarab, "Kuniga qancha salovat aytasan?" dedi. Men hayron bo'lib, xayolimda nimaga bu odam bunday savol berdi? Meni qancha salovat aytishimni, bu odamga nima qizig'i bor ekan deb o'ylab turgan edim hamki, u kishi yana shu savolni takrorladi. Endi o'zim to'g'rimda o'ylashni boshladim. Qachon, qancha salovat aytdim deb hisoblamoqchi bo'ldim. Keyin gapni qisqaroq qilish uchun sanamaganman deb qo'ya qoldim. Chunki ba'zida sanar, ba'zida sanamas edim. Shu payt haligi kishi 4 kun oldin tushimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizga salom aytdilar dedi. Men qotib qoldim. Nima deyishni bilmay turganimda boyagi kishi yana gap boshladilar. Tushimga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamidimiz kirib, falon joyga borib, shunday ismli insonni topasan va salomimni yetkazasan. Ko'rinishi bunday, kitob sotadi deya meni ta'riflay ketdi. Endi oyog'imda ham majol qolmadi. Ko'zimga yosh to'ldi. Shu payt sherigim "Mashaalloh" deb yubordi. Ko'zlarimdan ta'jub ila ko'z yoshlarim oqar ekan, boyagi kishi "Mana omonatni yetkazdim" dedilar-da va "Sizlar salovatni ko'paytiringlar. Inshaalloh sizlarni ham tushingizga albatta kiradilar" deb qo'limni siqib ko'rishib ketdilar. Na ismlarini so'rash, na qayerda turishlarini so'rash xayolimga ham kelmagan ekan. Endi xayolga butunlay cho'mib qoldim. Nega? Nima uchun? Nega aynan menga? Har xil qilgan ishlarimni o'yladim. Qaysi ishimga ekan deb rosa boshim qotib turgan edi. Shunda yodimga bir narsa tushganday bo'ldi. Bu voqea taxminan boyagi kishi tush ko'rgan kunga to'g'ri kelardi. Shu kuni tunda istig'for va salovat aytib bo'lgach, xayolimdan salovat va salomlarimizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetib borishini qanday bilar ekanmiz degan fikr o'tgan edi. Bildim, yo Rasululloh, bilardim deb yubordim. Allohga hamdlar bo'lsin buni bildirgani uchun. Hamdlar bo'lsin butun olamlarning Robbiga. Bizdan ham sizga salom bo'lsin yo Rasululloh. Do'stimiz hikoyasini shu yerda yakunlaydi. Oramizda bugungi kunimizda mana shunday vali insonlar bor. Biz ularni bilmay yashayversak-da, lekin ularni butun olamlarning Robbi va nabiyi bo'lmish Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon nazardan qoldirmaydilar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.